Nerede bunu soda olap? Qaysi at soda oldu akalar? Qanchaga? 115 ming. 112 ming be? 15 ming. 115 ming so'm. Qaysi qavarsın sen? Aqtulpar degan qavar aka. Berdingmi? Assalomu alaykum atsiychilar, Jilqi germanlari. Amansizlarmi? Aka, bugun 24-iyun. Jalobot, Nokia Naqbata Jilqi bozorini tartib ko'rsatamiz. Aqtulpar deb yazsang chiqadi ukam. Tak, sodanın bol o'tgan yerlerini tartib ko'rsatgan harakat qilamiz. No, alapaki sotilgan o'xshaydi menimcha. Alapaki satıldı o akalar. Qancha oldu alapaki? Yaxshi o'zingiz qanday aka? Alapaki qancha oldu aka? Alapaki 130 dan aştı. 135 kaldı şu an. Qancha oldu aka alapaki? 133. 133 ming so'm var. Bunu tartib qo'yinglar. Aha. Bishdi. Meniki shu. O'ta qush. 3 yosh. 3 yosh shunday. Shunday ochib ko'rsatdim aka. Aka, qon ekan ko'rsatib qo'ying aka. İşte kolay. Ben bilaman. Bilasizmi? Ha. Şunu bozor qo'rg'ondan oldim hele. Hozir 132-33 beradi, anga berverdim. 140 ga yaqinlatib beraman. Qurch bishdi da. Bastırib qo'ymaysizmi aka? O, birazga bastırib qo'yg'in uni. Uni bastırib qo'yg'in. Bir meni bastırib qo'yinglar. Men nomerim bagachayin yozib turib. 552 0552 00 23 29. WhatsApp mush nomerga chalsa 40 ga bo'lsa beraman. 33 34 140 ga? 33 34 beradi, berib aytam biroq. Bastırchi? Hajjan. Qurch. Yaxshi pishdi. Sirg'a degan sizmi? Al o'zida. Qanday aka? Zo'r ku o'zim. Qishloqda olib sotasiz-da siz-a? Yaxshi. Sirg'a ekanda bu. Bu ot qancha aka? Buna bıştını daha kullandık koy. Olsun ben 51'e çıktım. Böyle baksam daha Bol. O non yaşı qanday aka? İşte aldınız mı aka? Bu ham sizden mi aka? Yok o şöyle menike. O şöyle sizdeki. Beri buraydım. Aka, narxınız qancha oldu? 131 ming oldu. 131 ming so'm. 131 ming so'mga bo'libdir qarach. Ya vaqt qancha? 230 ming so'm. 230 ming. Niye ekan jash ayt aka? Assalomu alaykum. Aka? Qaltarashka. Yashma ekan aka. Qaltarashka deydi. Aka. Ne ekan ayt aka? İşte. İşte o? Qancha? Nerede sada oldu qo'yradan. 30 abi. 130 param bersin. Nursulton. Nursulton. Bişkek'te 130 yok. Bilmem hiç. Verdim. Verdin mi? Ver. Qalğandalar qachon tezil olib? Qalğanımız da böyle öyle. 130 dan qalğan. Baqaybatir. Durus baykem, ne oldu attılarınız? Bir-birine sekiriyorlar. Nasıl? Yaxşı. Bir-birini erkelep otatdık ha. Zerikti deyin, qandaysiz? Qanchadan da odası bularda aka? 110. 110 ming so'm. Bu so'g'in bu, ne bu aka? O'spirim. O'spirim.
Алтын aka qanchaga bitdi shu? Ökö 148 ming so'm bo'ldi. Ekovi 148 ming so'm. O, ammo o'zim oldim. Qanday aka yaxshimi? Siz sotsizda aka? Aman aka. 148 ming so'm. Ökö oldu 100. Qanday sizga? Gel. Bitti. Nerede Bezos'da oldu? Qancha oldu notorat? 157 ming so'm. Ben yargına bunu soruş kerak. Bezos'da oldu mu? Satıldı. Qanchaga? 124 mi? Nasıl? Gürün ha? Gürün. 124 ming so'm oldu şu gürün. Bir bana uylan atkan, tarpa berbirimiz götün tarpa. Uylan atkan şunun sağımında. Oldu. İne bala be qancha ekan aka? 170 ming so'm. Aqlimiz zo'r ekan. Ana paydan koydum. Bar aka, qaysi bar aka bo'ldi? Alaylik qo'y aka, xalas. Bunu yakta satsın da. Bunu yaksın da. Qaysi bitdi, qaysi? Ben niçkesi çekip attım bu. Sen iyileşmedin. Qaysi bo'ldi hozir? Alam bir yana. Qancha bo'ldi? 100 mi? 61. No, toru 61.100 so'm oldu. 61.100 deydi qo'y. Nede daha bir at satılgan o'xshaydi. Shuni ham tartib qo'yingchi. Ben satılgan o'xshaydi. Qaysi o satıldı aka? Qancha? Qulunu menmi? Qulunu menen 129 ming so'm. Algan satkan kalınına değer oldu da bir ağa. Cengar 5 kaşka okulunda ağa. Okulun zor ekan. Baynaşlarga telefonu alıp aldım. Bayıştırdı da. Al ey. Sakayda tam. Yok yok. Qaysi oldu? Onu alıp at ya. Razıyım ben kam. Qanchaga ayetdi? 85 mingga. Aka qanchadan bo'ldi taylar? 55 dan? 70 dan dey. Ye. Rayka, yaxshi bilasan. 70 dan deyin ularni. No kaç? Cerdi 70 oldu. 71 oldu. 1 oldu. Narx 60 mı? Narx 60. Okey. Nonusu 60 oldu. Narxı 70 ming so'm oldu. Ya onu satıldı mı? Hı. Qanchaga? 86'ga. Oldu. Seksen altı ming so'm bo'ldi, nolab bak. To'g'ri qancha bo'ldi to'g'ri? 53. 53 ga so'rayapti hoji. 53 ming. Qaysi qancha bo'ldi akalar? Bundan bekan azmi? To'g'ri-ku? Qanchaga so'radi? Qancha 4? 74 ming so'm. Ne olsun? Belki çoğunlara kalsın. Kıl bak.
74 bin so'mga surib turman. Yeniden matematik. Doğrusu. Okudum ben de orada. Ya dostum. Yaxşıyla bo'ladi. Ye, aka. Tunbay, Yaxshi işte. Yaxshi. Birde turma. Qanchadan oltatdilar? Ayakıda bular. Ha, qancha? 148 bu. 148 bo'ldi böyle. Şekin tartib qo'ychi. Siz kerak. Sheki endi tartayın desem bile qancha beradi? Yaxshi, polvon qizlardan kerak. Boyu 180 bo'lsin. Telefon ko'rsatay. nomerini aytib qo'ying. Shekin. Şekin, telefon nomerini aytib qo'ying bassa. Bitta meni ko'rsatib qoldi. Mo'ng ko'rsatma, jashma. Buni ko'rganda rekch bolasi bor ekan deydi. Qarang qo'yib beribdi aka qursaqlarda. Aka sizga jinni kelib qoldi. Nar satılgan işesine diledi. Şu anda bütün için aradan satıyorlar. Durust aka, qancha oldi? Surovat avval bozor. 95 lira oldu. Maqsad akam tortchi deyapti odamlarchi. Jorg'onni bostirning aka. Qancha oldi jorg'on? 150 ming so'm dodasiz aka. Jashichi. Al. Bana hem veriyor koydu onlar mı? Oy bu talay ekan. Qancha oldi aka bu? Baqa qaysini sotib yurding? Aman tur aka. Atni qancha qaldingiz aka? Qancha deb o'tasiz? 250. Alapaki qancha ekan alapaki? Alapakinin negasi qancha bo'ldi? Kamera chiqishga kelmaydi, to'xtatmay ekan. Ko'gat qancha ekan ko'gat? Sizdami bu? Qancha ekan? Ko'gat. Bo'ldi. 200 ming so'm ekan ko'gat. Jorg'onni aylantiring aka, jorg'onni ko'raylik-chi. 250 mi bu aka? Vadine get koy. Aka, benim varsa satsam. Aka, hatta 80 aka. Yok lütfen aka. 80 hem gene tuğanda şeye gidiyor. 30 bir şu var. Şey munoga verdi. Almaz ka? Endi gel. Bak. Qanchaga ketdi? 72? Yaxshi odamda o'zi pul yurdi. To'g'ri chal keşeleni 72 ming so'mga sotildi. Acılığını siladım da kötü. Haligini bu abimcam bunu 72 ming so'mga sotildi. Ukam ot qancha? Ha. 95. Bu semiz ekan so'yish qov ukam. Ne oldular? Ha, az çık para. Kart var mı? Ya atını tattan bu yoqqa qaray. Bozor qancha suradi? Neram soda boshtaldi o'shaytni ot.
Qancha deb turmat? 165 ga Sizdan 165 ga berbeydi o'shunda. 165 ming so'mga berbeydi. Danchak ekan. 200 bo'lsa borsinmi? 200. Mana ey. Bu sizdenmi bu? Nomer aytib qo'ymaysizmi? Beş 8 ming. 508 ming, 82 60 değil. Oo şabak. 60 şey basa gerek boy. 55'te ne dedi? 65 ekan boyu. 65 mi? Ol basa gerek. Ha. Üretici 165 ming so'mga satılmadı. Ular da var mı ha? Yaşı qanday ekan? Yaşı 2. Yaşı 2. 5 yaş bo'lib qolgan o'shanda. Ayg'ir payg'ir, uloq zo'r bu? Ular zo'r. Maşallah. Toza danchak. Yetmiş 2 ming so'm bo'ldi. Qimmat ukam 63 ga chiqdi. Qaysini savdo qiltasin? 63 ga so'rayapti. 61 ga so'rayapti. Men 63. 3 ber dedingmi? Aptayni deb qoldi. Kichkina tushsan, kichkina qo'shsa bitadi ekan, ha? Toy. Bol sodanlarla. Yaxshi aka o'zingiz o'ynaysiz. Bo'ladi? Qaysi savdo oldi akalar? Qanchaga? 7 ming so'mga. 7 ming so'mga savdo oldi.